Salam Premium Cola. Tanlangan Salam Premium Cola. Bu videoda biz alifbo bo'yicha har xil narsalarni yeymiz. Masalan, A ga apelsin, B ga juda ham sho'r bodring. Kimga qaysi harflar tushishini esa biz tasodifiy aniqlaymiz. Ya'ni bu videoda bizda mana shunaqa baraban bo'ladi. Va bu baraban ichida biz hamma harfini solganmiz. Va har raund boshida o'zimiz bilmagan holda bitta harf tanlaymiz. Masalan, N. Va bu degani biz mana shu N harfidan boshlanadigan narsani yeb olishimiz kerak bo'ladi. Har bir ishtirokchiga $900 dan berilgan. Va har bir yeyolmagan narsamiz uchun $100 dan pul qaytarishimiz kerak bo'ladi. Va challenge oxirigacha kim ko'p o'zidagi pulni ushlab qolsa, o'sha mana shu challenge ni yutadi. Va bu videoda Maqsud, Umid va men qatnashaman. Do'stlar, oxirgi oyda men juda qattiq mazam bo'lmagani sababli bu video javniqi masshtabli bo'lmadi. Lekin kasalxona sizlarga video chiqarishga qaror qildim va bu video qolgan videolarimizga nisbatan oddiyroq bo'lib qolgani uchun ham sizlarga qolgan pulga sovg'a oldim. Ko'rib turibsizlar o'rtoqlarim. Meni tug'ilgan kunim 6-dekabr bo'lgani uchun sizlarga rovni 6 ta sovg'a. 2 ta Honor telefoni, 2 ta Honor naushniki va 2 ta onoq sumkalar o'rtoqlar. Xullas o'rtoqlar, bitta emas, 2 ta emas, 3 ta emas, 6 ta sovg'a. Va bu sovg'alarni yutib olishinglarning 3 tagina sharti bor. Birinchi sharti albatta Omonxon YouTube kanaliga obuna bo'linglar, chunki men bu sovg'alarni qachonki 1.900.000 obunachidan keyin tarqataman. Hozirda menga 1.900.000 ga 50.000 odam yetyapti. Shuning uchun hozirroq obuna bo'ling. Ikkinchi sharti esa albatta mana shu videoga like bosing. Uchinchi sharti pastda Telegram kanalimni zakripit qilib qo'yganman, kommentariy kirsanglar, Telegram kanalimga o'tinglar. Chunki bilasizlar, YouTube orqali qanaqadir odamni aniqlab bo'lmaydi, chunki hammalarni ma'lumotinglar sirli saqlanadi. Shuning uchun Telegramga o'tsanglar, Telegram kanalimda konkurs qilib, o'shda g'olibni aniqlab, agarda Toshkentda bo'lsanglar, o'zim sizlar bilan ko'rishib, mana shu yutib olgan sovg'alarni beraman. Va xushbat qisqacha Honor X7D telefon haqida aytib o'tishim kerak. Ya'ni o'zimda ham bor, juda mustahkam. Hech bola bo'lgani yo'q. Va suvga ham bemalol chidaydi. Va menga eng yoqadigan tarafi batareykasi 6.5 o'rtoqlarim. Ya'ni bemalol sizlarga yetadi. Qachonki men o'z YouTube kanalimda 1.900.000 obunachilarni ko'raman, undan keyin men sovg'alarni eksklyuziv tarqataman. 6-dekabrgacha 6 ta sovg'a. Birinchi raund. Mana endi bo'lmasam biz challenge-ni boshlashga tayyormiz va hammamizning qo'limizda pullarimiz bor. Qanchadan pul? $900 dan. Va buni hammasini men olib ketaman. Va umid qilamanki o'rtoqlar, video oxirigacha men ko'proq narsa yeb, hamma pulni o'zim bilan olib ketaman. Bunaqa ko'rasizlar, hamma pullarni cho'ntagiga solinglar. Va endi bo'lmasam, boya tushuntirib o'tganimdek, o'zimiz bilmagan holda harf tanlaymiz. Va davayda harf tanlash Maqsud boshlab bersin, davay. Va hozir men harf tanlayman, o'ylaymanki menga juda ham zo'r narsa tushadi. O't q tushsa qalampir. Oy. Va men tanladim. Qani menga tushgan harf Z. Yeyotganimda yaxshi narsa tushadi deb o'ylayman. Hamma shunaqa deb o'ylaydi. Aslida nima bo'lishini videoda olib olasizlar. Va endi bo'lmasam, bizani ko'k kiyimli sariq mushugimiz tanlaydi. Mushuk. Aylantir hatyam. Mana endi men hozir harf tanlayman va men juda ham omadliman, shuning uchun takoy lehki narsa tushadi hozir. Lehki degani havo tushadi. T. No o'ylashim bo'yicha va T ga bir kattaroq bir tarvuzmi yoki qalampir tushsa, o't qiynalib yonmaydi. Va endi qani ko'ramiz. Menga qana harf tushar ekan? Almashtiramiz. Hop, qo'ltiqamiz. Almashtiramiz. Va qarmagan holda mana shuni oldim. Menga Omonxon chiqdi, derdim, lekin menga J chiqdi. Va mayli, bo'lmasam Maqsudga birinchi raundda Z, menga J, senga esa T chiqdi. Va endi bo'lmasam shu narsalarni yeb olishga ketdik. Va endi bo'lmasam navbat o'zimizga tushgan harfdagi narsalarni yeb olishga. Masalan, menga J harfi tushganda, J harfiga esa jo'xori. Maqsudga esa menga Z harfi tushganda, menga ziravorlar ekan. Bu qanaqadir muruch yoki qalampirga o'xshagan narsalar. Eng qizig'i bularni hozir Maqsud yo'laydi-mi, buni hozir ko'ramiz. Senga esa? Menga esa T. Tovuq. Tushdi, negadir menga grill olib kelishibdi. Bu nimadan qilingan? Tovuqdan. Va endi o'rtoqlarim, sizlar mana bu narsalarga ahamiyat qaratishlik kerak. Ya'ni biz har birimiz galma-galdan o'zimizga tushgan narsani yeb olganimizdan keyin mana shu qo'limizga qog'ozdan ko'taramiz. Masalan, mana bu zo'r degani, mana bu esa o'rtacha bo'ladi degani, mana bu jirkanchlik va eng yog'ini degani. Va menimcha Maqsud hozir mana shuni ko'taradi. Yoki mana shu ismdagi Maqsud yuzda paydo bo'ladi. Va mayli, bo'lmasam bir boshdan yeb boshlaymiz. Ya'ni Maqsuddan boshlaymiz. Va men aytganimdek boya menga ziravor tushganda, mana endi qoshiqda yemoqchiman. Voy. Ikkalasini birlashtirib, aralashtirib. Eng qizig'i men dash hidlasam burni qishga totdi. Agar hozir buni yiy olmasam, shunda $100 berishim kerak bo'ladi-ya. Da $100 minus bo'lasan. Oh. $100 uchun davay Maqsud. Oh! Nima? Hop, qaysi emotsi? Oh!
Maqsud yeta olmadi. 5 $100 minus. O'sha Maqsud $100 yo'q va bu degani biza bir qadam oldindamiz. Eng qiziq Maqsud rakimniki yopiq bo'lsa, ana endi narsaga olish navbati menga va menga J harfi tushganda. Va J ga boy aytayotgandek jo'xori va bu jo'xorilarni men bemalol yeyman. Bratga eng oson tushdi endi. Men hozir qiynalaman desam. Xullas korturiyani rot olaman, mazza qilib jo'xori yeyman va bu menga juda yoqdi. Ya'ni zo'r. Demak, men jo'xori yedim va bu raundda o'tdim. Ya'ni $100 o'zimda qoldi. Va ana endi narsaga olish navbati Umidjonga. Hozir juda ham qiynalaman men. Omad tilab qo'ying. Yeyishni hozir men shu yo'q. Men hozir mana shu tovuqni yeyishni oson uziladigan joydan boshlayman, chunki oyog'i uzilgisi kelmayapti. Mana shu shiringina oyoqchadan boshlaymiz. Nimayli qiynalyapman. Короче, уже ikkinchi oyog'iga o'tdim men. Bunaqa ketishda hozir hammasini yeb qo'yaman. Shuncha maktabda qiynalib, birinchi sinfligim esimga tushdi hozir. ABD deb yodlab o'tirardim. Hech o'ylamagandim, что kelajakda alifbo приятный bonus beradi deb. Menga обязательно bu emas, конечно, men bu. No, hammalar o'rtalar ko'rtirganidek birinchi raund naqadar oson o'tdi. Ikkalamiz uchun. Dayt mana qo'yamiz, qo'ling yo'q. Sen esa bizga $100 ber. Voy, sizlarga $100 bergim kelmayapti lekin. Bo'ldi. Okey, $100 menda. Xo'p, buni esa biz prosta yo'q qo'yamiz o'yindan. Va shunda birinchi raunddan keyingi umumiy balansimiz Maqsudda $8, menda hali ham 900 va Umid ham 900. Ya'ni hozircha biz oldinga chiqib qoldik. Lekin bu bor yo'g'i challenge boshlanishi, shuning uchun ham video davomida ko'ramiz. Qanday bo'lar ekan? Ikkinchi raund. Baf! Va endi bo'lmasam o'rtoqlar, ikkinchi raund va reysga o'zim harf tanlashni boshlab beraman. Bars. Ana endi bu yog'i tezlashadigan joy, shuning uchun ham shu qog'oz va menga tushgan harf uga o'tma bo'lishi mumkin. Urdak. Va ana endi Maqsudning harf tanlash navbati. Va menga tushadigan harf bu Yomon q tushsin. Q deyish qanday bir bo'ladi? Lekin Maqsudga nima bu? Bilay. Maqsud qatlaysan? Samarqandliman. Samarqandlikman deydi, Samarqandni buni deyishadi deydi. Va Samarqandliklarga kommentariyda tirik bo'lsanglar, prosta yozinglar. Buni so'rasam deysizlarmi? Mi bu, mi bu? Prosta kommentariyga yozib qoldiringlar va Maqsudga nima tushdi? Da, Maqsudga tushdi. Umidni harf tanlash navbati. Hozir men takoy ekstrasensorik qobiliyatimni ishlataman deb nima harf tushishini aytib beraman sizga. Qarang. Hozir men S harfini olaman. No, davay. Tak, qaranglar, hozir S ni olib beraman. Qaramadingmi? Yo'q. S bo'lmasa lekin. Like bosishadi, kommentariy. Va Nu, alifboda yaqinroqda qo'y. Hammaylar bo'lmasa endi o'zimizga tushgan harfdagi narsalarni yeb olamiz. Va endi bo'lmasa navbat mana shu ikkinchi raundda bizga tushgan narsalarni yeb olishimizga. Va ikkinchi raundda menga E harfi tushibdi. Nimaga E desanglar, men bu Eskimo. Shunaqa degan ma'rujnimi? Da, shunaqa. No, hammaylar Vrodev chiqib ketdi. Menga esa U harfi tushgandi. U harfiga esa uzun. No, buni o'ylashim uchun mazza qilib yeb olaman. Sengachi? Menga F tushdi, bu degani Philadelphia sushilari. Boshida tovuq tushdi, ikkinchisida Philadelphia. Короче, men o'sha kafedaman borib. No, hammaylar bo'lmasa o'zing yeb boshlab berasan birinchi bo'lib. Eng qizig'i men baliqni yomon ko'raman. Bu ham hozir как бы menga challenge deydi, bro. Ha, qiyin. Boshida cho'pini ochib olamiz. Keyin buni ishlata olmaganimiz uchun mana bunaqa life hack qilamiz va buni yeymiz. Rostini aytsam ko'nglim aynib ketdi borib. Bo'ladimi? Yana yeyish kerakmi? Endi yeyish kerak, kamida yarim yeyish kerak. Yoki $100 ber xo'p. Yo'q, endi ikkinchi raundda bitta baliqni yomon ko'rishimni deb ana qilsam bu xato bo'ladi. Yeying. Kommentariyaga baliqlar biz ham Umid yomon ko'ramiz yozib qo'yasiz. Ushlashni ham o'rganib oldim. Men bu yerda yashil salati bor ekan, anaqa sousi bor ekan. Aha, davay. Yashil wasabi yevordi o'rtoqlar. Wasabi. Davay, taq. Voy. Nu hammaylar o'rtoqlar. Menimcha shu Umid qiladigan foyda yo'q. Umid F harfiga Philadelphia sushisini yedi va qanaqa sanga bu? Yoqdimi, yoqmadimi tanla. O'rtacha qo'y. No, nima bo'lgan taqdirda ham muhimi bu raundda o't oldi. Va endi o't olish navbatman. Ya'ni menga uzum, o'rtoqlar, jo'xori, uzum, ya'ni hamma zo'r ketibdi. Lekin men yog'ini qo'rqotgan narsam, har xil narsani aralashtirib yesam, keyinchalik yomay qolsamchi deb faqatgina shuni o'ylantiribdi. Xo'mayli, menga uzum tushganda shu uchun ham demak men shu uzumlarni yeb olaman. Ну, как обычно, uzum yeyman, xo'p. Men birovga tegish mumkin emas. Nima tegaman? Va shuna qilib men ham U harfiga tushgan uzumni yeb oldim. Va ko'rib turganlaringdek xuddi shu tarzda men o'zimga tushgan uzumlarni yeb oldim. Va endi shu tarzda mana shunaqa olib yeb ketiraman. Chunki men o'sha bu raundni yutib oldim va uzum har doimgidek zo'r narsa ekan, menga yoqdi. Va endi bo'lsa navbat Maqsudjonga. Da, menga E harfi tushganda Eskimo marojnisi. Qani yeb olaman. Oh.
muzdek ekan lekin. Va shuna qilib Maqsudam eng harfiga tushgan marojnisini mazza qilib yeb oldi. Xullas mana men yedim va men bunga buni bergan bo'lardim-ku, lekin zo'r. Va ko'rib turganingizdek o'rtoqlar, ikkinchi raundda ham biz narsalarni tez yeb oldik va hozircha ikkinchi raundda hech kim pul yo'qotgani yo'q. No, demak, keyingi raundlarda aniq biz qiynalamiz. Shuning uchun navbat endi 3-raund. Market 17 yillik tajribaga ega va Trustpilotda 4.9 reytingiga ega xalqaro moliyaviy kompaniya. Ko'pchilik platformalardan farqli ravishda siz Marketda bozor bilan yakka qolib ketmaysiz. Chunki qo'llab-quvvatlash jamoasi 24/7 ishlaydi. Omonxon promogodi orqali esa sizlar demo hisobdagi foydani real hisobga o'tkazishingiz mumkin. Yoki siz allaqachon tajribali inson bo'lsangiz, boshlang'ich pulni 2 barobarga oshirishingiz mumkin. Shariat qoidalariga amal qiladigan uchun Market islomiy hisobni ham taklif qiladi. Ya'ni hech qanaqa yashirin komissiyachilar va ortiqcha to'lovlarsiz. Do'stlar, kompaniya 17 yillik munosabati bilan Porsche Cayenne va $200,000 oshiq umumiy hisobdagi sovrinlarni tarqatishyapti. Qatnashish esa juda oson. Shunchaki ro'yxatdan o'ting, meni kuponlarim bo'limiga kirib, ishtirok tugmasini bosing va undan keyin hisobingizni kamida $500 ga to'ldirishingiz kerak ekan. Va bundan keyin savdoga kirib, bemalol pul ishlasanglar bo'ladi. Va aytgancha, agar sizlar qancha ko'p kupon yig'sanglar, shuncha sizlar mana shu Porsche Cayenne va yana boshqa qimmatbaho sovg'alarni yutib olishingiz imkoniyat bo'lar ekan. Market bilan savdoni bugunoq boshlang. Eng qulay sharoit, doim qo'llab-quvvatlash va qimmatbaho sovg'alar sizlarni kutmoqda. 3-raund. Mana endi bo'lmasa navbat 3-raundga va давайте. 3-raundda men oxirgi ko'p tanlayman. Chunki har safar men o'rtasida yoki boshida tanlayman, cho'tda nimadir ne to. O'ylashim uchun hozir bolalar tanlaydi va bolalarga shu yomon harfi tushadi, menga yaxshiroq qoladi deb o'ylayman. Shuning uchun maqsadim boshla. O'ylaymanki, alfabetdagi harfi tushadi. Va menga G tushdi, G. Umidjon tanlaydi. Icho qaling bundan oldingi narsalardan keyin tanlashga, ha? Azgina qo'rqyapman, rostdan azgina no. Men yutishim deganman bu yoqqa. Umidga tushgan harf bu. L. 100% Limon. Limon yoki shunaqadir ham bir yeyishga qiyin bo'lgan narsalar bo'ladi va umid yo'qmaydi. Va hammanglar o'rtoqlarim, ana endi bo'lmasam o'zim tanlayman. Oppa! No o'ylashim bo'yicha o'zbek alifbosini menga nisbatan yomonligi yo'q. Shuning uchun ham almashtirib, buf, mana shuni tanladim. Va menga 3-raundda tushgan harf san nima o'ylaysan? K deb o'ylayman. San B. Va menga tushgan harf O. O'ga o'rik bor, o'rdak bor, o'simlik bor, o'sir. Xolos nima tushganini bilaman, nima yeyishimni ham hozir bilib olamiz. Ya'ni arena navbat yana bu narsalarni yeb olishga. Mana endi bo'lmasa navbat 3-raundga va 3-raundda biz ko'rib turgan narsalarni yeymiz va bulardan O harfi menga tushgandi. Va bu orbitlar. Nima? Orbit O degan yozilmaydi, lekin biz shu qarorga keldik. Senga qaysi harf tushdi bandimi? Menga L limonli tort. Buni qarang, limonlarning chiroyliligini. Menimcha hozir Umidjon ochko yo'qotdim deyman, ha? Maqsadjon senga nima tushdi? Menga G harfi tushgandi. Gamburger asalli. Ustiga shunaqangi asal qo'yaman. Qiziq shashmi? Ammo gamburger ichida go'sht, sir bor. Sir bilan asal qanaqasiga yemoqchisan? Bilmadim, lekin No, hammanglar bo'lmasa, davayt hozir bilib ko'ramiz. Ya'ni birinchi o'lib Maqsud yeyishni boshlaydi. Davay, ye. va men bu asalni birinchi bo'lib gamburgerga quyib olaman. Ey bila. Mana shu Maqsud yana pul yo'qotadi. Va endi buni yeb olishimga to'g'ri keladi. Oy! Buni yutishing kerak, sen buni yeyishing kerak, kamida yarmini yeyishing kerak baribir. Lekin umuman mos kelmas ekan bu bir-biroviga. U yana tushunotdim. Ey to'poy! Albatta o'rtoqlar shuncha harakat uchun albatta like knappkasini bosib qo'yinglar. Yana bitta ishlashing kerak kamida. Men yutqizishni xohlamayman, shuning uchun harakat qilaman. Shirinlik bilan takoy sho'r narsa. Va mana men o'zimga tushgan gamburgerli asallini yeb oldim va ana endi bunga mana shu reaksiya. Chunki hech qachon bo'lmas ekan, buni ichida qanaqadir sho'r narsalar bor ekan, shirin asal bilan birga umuman ketmas ekan. No, logично, lekin sen asalli burger yeding. O't kimdir umrida asalli burger yegan вообще-то. Hamayli. No, Maqsud, lekin bir marotaba olding, bu uchun senga tirsayib dirish. Menga esa O harfi orbit tushgandi, shuning uchun ham mana bu orbitchani yozsam bo'ldi. Orbit chaynash bu eng oson ish. Prosta mana, ket. Hop, anqilga sezayotgan bo'lsangiz, cho'tta bu challenge menga juda qanaqadir oson bo'ldi. No, ko'rib turganlaringiz og'zimdagi o'rbitchani olmam va og'zim to'lib qoldi. Ya'ni qolgan sig'maydi. Demayman, siz qancha oldim, yedim, popapti. O harfi orbit yedim va bu orbitni men janoq zo'r deb o'ylayman. Lekin yomon degan shu uchun ham o'rtacha, chunki baribir ikkitasi norm, ko'pi baribir ko'prik qilar ekan. Og'zim to'lib qoldi masalan, ham achib ketdi. Shuning uchun ham o'rtacha, lekin men yedim va $100 o'zim to'lib qoldi. Mana endi yeyish navbati L harfi tushgan Umidjonga, ya'ni limonli tort. Ye. Tak, bitta limonni tishlayman, bitta tortni. Esimdan chiqib ketdi. Bu вообще zo'r ta'm bo'ladi hozir. Voy! O'zi ham sochli limon. Limonni hidi kelyapti. Alloh.
Yo, mayli, yeb ko'raman hozir. Даже qiynalmayapti-ku. Hozir men limon yeyman, men ham qiynalaman, brat. Oy. Reaksiya yo'qmi? Kislorod. Yo'q, reaksiya emas, просто qo'lim qo'l bo'ldi. Qo'li qilar ekan. 4 tanam ye. Ya senga kim qoshiq berdi? Qoshiq bilan ye. Shuni tishlab yeyishingiz kerak. Easy. Mana buni 4 yeyish desa bo'ladi. Vot mana. Xo'p, ana endi qaysi birini ko'taryapsan? Ayt ko'taraverdim. Обязательно like. Yes. Albatta ota-onam shunaqa yaxshi kayfiyat uchun like bosib qo'ydi. Bajarasini qaranglar. Bu bor-yo'q 3-chi raund edi va qolgan raundda hali oldinda. Demak, bo'lmasa navbat keyingi raundga. 4-raund. Va endi navbat 4-raundga, ya'ni bu challenge'imizni o'rtarog'iga kelib qoldik. Va shuning uchun ham ana endi mana qilamiz, qaranglar. Uchalamiz ham bir vaqtda o'zida harfni tanlab, oxirida birga o'chamiz. Davay. Shunda o'ylashim bo'yicha ozgina bo'lsa intriga bo'ladi. Shuning uchun ham bir chol men tanladim, qaramadim. Va endi men tanladim, mana shuni tanladim. Men esa, короче, men mana shuni oldim. Va ana endi bir vaqtda ochamiz. Tanamisizlar? 1, 2, 3 ketdik. Bof! Kimga nima? M tushdi menga. Sh. Menga R tushdi. No, bilmayman, R ga nima tushishi mumkin? R ga nima? Raketa. Chidabili, raketa yeyman hozir. Balkim achchiq ramyon tushgandir. Buni hozir bilib olamiz. Ya'ni, ana endi navbat mashinasini yeb olish kerak. Va endi bo'lmasa navbat 4-raundga o'rtoqlarim. Va 4-raundga o'rtaganlarda menga R harfi tushgandi va R harfiga rulet. No, shunaqa pishiriq. O'ylashim bo'yicha yeya olmayman deb o'zimga motivatsiya beraman-ku, lekin baribir itak ko'p narsa yeganim uchun hamma ovqat mashtin turibdi. Shuning uchun ham yeyish qiyin bo'lib qolishi mumkin. Maqsudga nima tushdi? Menga M harfi tushgandi, ya'ni murabbo. Menga esa shashlik. Ikkita shashlik yeyman hozir mazza qilib. No, hammaylar bo'lmasam shashligini yeb boshla. Hozir mazza qilib muzdek shashlik yeymiz. Muzlar takoy plasmas bo'lib qolgan. Ichidagi yog'larni qotib turishini qaranglar. Ну, zато shirin ekan, muhimi. Muzda-yu, no, shirin. Shakachov bilan ketadi. Vareniy bilan ketadi. Yolaysanmi? Easy. Da, vareniyni berib tur ozginagina. Davay. Qo'yinglar. Aka, aralashtirib ber, qani? Endi ketchup yo'q ekan, nima qilamiz? Voy, o'rtoq Umid jinni qaraysiz. Bilaman. Albatta o'rtoqlar, Umidni jirkanishi uchun like bosib qo'yinglar va kommentariyaga Umid jirkanish deb yozib qoldiringlar. Bo'ldi. Молодец deb yozinglar. Bo'ldi, qancha o'rtoqlar Umidga deb solamiz. Tez baho berib bo'ldi, keyingisiga o'taylik. Ko'ring harakat otdi. Vareniy bilan esa, конечно, bu. Adak o'zi bu. Umidni o'zi va hammaylar aynan dars ish navbati menga va menga R harfiga rulet edi. Va men ruletimni bo'lib yeb olaman, chunki bitta tishlasam qolgani yemaslim go'sht. Va bo'lmasam ana endi navbat yeb olishga. Ko'rib turibsizlar, bitta ketadi yukda qo'y. Lekin o'rtoqlar o'ylagandan ko'ra ancha sal yoqimsizroq bo'lyapti. Chunki juda to'q qoringa ketmas ekan. No, baribir yeyishim kerak $100 asal qolish uchun. Va o'rtoqlar, mana R harfi tushgan o'zimga ruletga yeb oldim. Va 4-raunddan o'tdim va tasavvur qilishmaguncha men ham bir o'zimda. Кто chempion, кто legenda. Просто like bosib qo'ying. Va tez-tez ko'ngilcha kimlar ochib qo'yinglar o'rtoqlar. Sal sog'lig'im joyida emas. Lekin shu holda sizlarga kontent tashlashga harakat qilaman. Xudo qolsa bir hafta o'tsa olsam, bundan keyingi video yana masshtabli, balkim sizlar kutayotgan jirkanchi videodan davom bo'lar. Shu uchun albatta aktiv bo'lib boringlar. Va ana narsa ish navbati Maqsudjonga. Menga M harfi tushgan edi va ya'ni bu murabbo. Voy, jin. Anaqasiga buni yemoqchisan, oy. Menimcha yaxshi yesam kerak mana bu qulupneli murabbo ekan. Qulupni menga yoqadi. Eng qizig'i bo'lgan shu murabboni shashlik bilan yedi Umid. Tasavvur qilsanglar bunaqa qadar jinni bo'lish kerak. Hammaylar sen bemalol yeyishing kerak. Va mana. Oy. No, yo'q, yana yeyishing kerak. Og'zini och qo'yaram. Yo'q. Og'zini och qo'yaram. Mana bunga qo'y. Yo'q, endi og'zini ochdan qo'ysa. Xullas men o'zimga tushgan murabboni ham yeb oldim. Hammaylar o'rtoqlarim. Endi yeb oldim, taksi edi. Baho berasan? Va men zo'r baho beraman. Hammaylar o'rtoqlarim, 4-raund ko'rganinglardek, Umidni jirkanshligi bilan esda qoldi. Mardligi bilan deng. Da, Umidni apelligi bilan esda qoldi. Va shuning uchun ana navbat keyingi raundga. 5-raund. Va ana navbat 5-raundga o'rtoqlarim. Borgan sari qiylashib boryapti va mana shuncha narsa yegandan keyin, ya'ni yengil tushgan narsalarni ishga to'g'risini ham o'ylanib qolman, chunki erta ham bor-da. Va hamma bo'lmasam, birin-ketin yana talash davom etamiz va bu safar endi tez o'zim tanlab olaman va endi Umid tanlaydi. Bundan keyin esa Maqsud. Ana endi bo'lsa o'rtoqlar, men vangali xususiyatni ishlataman. Ya'ni kimga tushgan topaman. Masalan, hozir Maqsudga T harfi tushgan. Ko'ramiz. Tushdi. Ay! Shu adam o'xshi edim, lekin mayli xo'p. Umidga Ch harfi tushgan. Qani? Oh my god. O'rtoqlar, hoziroq like bosib qo'yinglar. Vanga. Menga esa K harfi tushdi. Nu xo'p, qaranglar, K ga nima bo'lishi mumkin? Kartoshka bo'lishi mumkin. Yana nima? Karton. Kapalak go'shti.
Bizga aynan mana shu raundda nimalar tushgan esa hozir ko'ramiz. Va endi bo'lmasa navbat 5-raundda bizga tushgan narsalarni yeb olishga. Va ko'rib turganingizdek, Maqsudjonga A harfi tushdi va bunga ananas. Menga esa K harfi tushganda, karam, javnaqa ishtag'ani ochadigan narsa emas, yesa bo'ladi. Umidjonga esa Ch harfi tushganda va bunga chesnokli sos. Lekin o'rtoqlar ishoninglar, hech qaysi sog' odam buni ichmaydi. Buni ichgandan keyin prosta umid syomkadan ketishing kerak bo'ladi. Lekin baribir esingdan chiqarma. Mana shu narsani ichmasliging senga $100 tushadi. Endi bu любой odam, любой sog' odam $100 uchun buni easy ichib yubormaydi. Buni qarang. Mana qarang o'rtoqlar. Prosta ham so'kib ko'ringlar. Mana shuni sizlar hammasini $100 ga ichib bergan bo'larmidinglar? Ha yoki yo'q, kommentariyga yozib qoldirasizlar. Umidning qarorini biz videoda ko'ramiz. Ana endi bo'lmasam, biz mana shu raunddagi narsani yeb olishimiz kerak. Va buni Maqsudjon har doimgidek boshlab beradi. Shuncha narsa yegan bo'lsam ham, bu shuncha yegan narsalarim ichida eng zo'ri. Va hozir buni yeyman-da, hamma pulni o'zim asta-sekin sizlardan yig'ishtirib olaveraman. Va buni sochini oldik, umid kerakmi? Va endi buni ikkiga. Oy, ishtahochilik ketadi o'rtoqlar. Nimaga menga aytishmadi o'rtoqlar? Nimaga? Familiyam Ahadov. Arsiydi. Voy. Nimaga menga tushdi? Chunki madan keyin A keladi, Maqsud. Va men hozir mazza qilib o'zimga tushgan ananasni yeb olaman. Zo'r ekan lekin. Hatto karamdan ko'ra zo'r bo'lsa kerak. Xullas mana o'zimga tushgan ananasni yeb oldim. Hamma bu ananas bahola endi. Bu ananas juda zo'r. Menga karam, menga o'sha chesnokni sosi suvi bilan. Конечно zo'r bo'ladi. Hamma bo'lsam ko'p turgan maqsad yeb oldi va buni $100 o'zida qoldi. Va endi bo'lsam shu o'zimga K harfi yutishgan karamni yeb olaman. Oy. O'rtoqlar to'g'richilikda buni har bir tishlashi menga kamida 100 ming turadi. Chunki $100 bu karam. Shunda $100 o'zingizda qolyaptimi, brat? Valyuva bor. Yutoy. Men Allohman-da shonsam. Yo'q, ananas yo'qsan. Men bu karimga beradigan qo'yim, normal. O'lib qolmaydi yesa. Va ko'rib turganlar o'rtoqlar, men ham karimimni yeb oldim. Endi qolganini sekin-sekin yeyveraman. Lekin challengeimiz qoidasi bo'yicha men o'sha bu raunddan o'tdim. Ya'ni $100 yana o'zimda qoldi. Va Umidjon albatta endi Ch harfiga chesnokli sok. Shuni olasam, hop, nyam, qult. И всё. Mayli, po'chog'ini tozalab o'tirmayman. Po'chog'i bilan ketaveradi. Erkakka o'xshab yeymiz. Uy, ko'tar kompotini, ko'tar. Yana bittami? Ta'mi normalni ketdi, men sezmadim negadir ishni. Yana bir marta. What? Chesnok endi achchiqroq. Sok bilan yeyman, tatib ko'ring. Va hammaylar endi buni tez baholi. Mani bahoyim takoy o'rtacha. Yomon emas, shirin emas kerak. Chidasa bo'ladi. Lekin sen gapirayotganing biz chidamaymiz. Endi-da. Ko'rib turganingizdek bu raundda ham o'tdi. Shuncha yana navbat keyingi raundga. 6-raund. Va endi navbat 6-raundga va biz 6-raundda ham mana shu alfabetda qolib ketgan harflarni tanlaymiz. Chunki yetak, bundan oldingi harflarni yeb tashladik. Va endi ko'ramiz, bundan bu yo'g'ini tushirgan. Shuning uchun ham tez harflarni tanlab olamiz. Darjmani sizlarga o'zim tanlayveraman. Va endi yana bir marta tushgan harflarni ko'ra olamiz. Masalan, menga B harfi tushibdi. Bodring bo'lishi mumkin. Xo'p, Maqsudgacha. Masalan, menga S tushibdi. Solyonniy bodring bo'lishi mumkin. Menga Q tushdi. Masalan, qaymoqli bodring bo'lishi mumkin. Yo'q, menimcha Umidga qalampir tushgan bo'ladi va hozir Umidjonni $100 yo'qotishini ko'ramiz. Ya'ni endi navbat narsani yeb olishga. Va endi bo'lsa navbat 6-raundga va biz mana shu 6-raundda o'zimizga tushgan harfdagi narsani yeb olamiz. Masalan, menga B harfi tushdi. Bunga mana shu brokoli. Sezasizlarmi, nimagadir aynan mana shu challenge-da menga faqatgina shu vegetarianlik degan narsa tushyapti. Lekin Umidga esa Q qalam tushganiga qovun va qalampir, ya'ni qovunli qalampir yedi. Tasavvur qilinglar, bu qanaqangi jilkash narsa bo'ladi. Maqsudda esa menga S harfi tushganda shuning uchun somsa. Siqqani somsani yormoqsan o'zingcha. Amal bo'lmasa Maqsudjon yeyishni boshlab bersin. Mana hozir 6-raund bo'lsa, men shuncha narsani yedim, hozir yeolmasam kerak menimcha. Niyatni yaxshi qilish kerak. Prosta juda ham qornim ishib ketdi-da, shuning uchun zo'r yeyolmayapman. Da, hadda bitta somsani yeb ol va shunda S harfidagi narsani yeb bo'lgan hisoblanasan. Va mana oxirgi bo'lagi. Oy. Ko'rib turganlaringdek, Maqsud 6-raundda ham cho'tta vaziyatni ushlab qolmoqchi. Va hamma, endi qaysi biri senga yoqdimi, yoqmadimi, qaysi biri ko'tarib qolganing? O'rtacha. Ya'ni javnaqa yoqmadi, lekin qusarli darajada ham emas demoqchisan. Da, shunaqa. Hamma Maqsud yeb bo'ldi, ya'ni 6-raundda o'toldi. Va endi mana navbatim. Va menga esa boyagidek B, ya'ni brokoli tushgan. Va bu brokolini boshida kesib oling. Buni ham sog'lom odam uni yo'laydi. Unda hamma o'rtoqlar brokolini yeb ko'raman.
Hozircha yo'q, faqat dochadek ketyapti. Lekin ozgina sal tiqilgan narsalari bor. O'sha sal ko'nglimni targan. Lekin как будто qaraylik, orolchaki yaqindan ichida qanaqa hasharotlar chiqib keladigan deydi. Chunki yuvsam ketmaydi, bu yerda hasharotchalar. Shuning uchun ham muzikada sal jirkan bor yo'qmi? Nima qilaman? Nima bo'ldim? Faqat brokoli yedimmi? Yedim. Va bu brokoli onasidan mana qisqagan darajada jirkandan ekan. Lekin men yo'lda bu 6-raundda final narsasi emas edi. Ya'ni 6-raund eng qiziq narsasi bu harfi tushgan, qovunli qalampir yeydigan Umidjonga. Hal ko'ramiz bu yo'liydimi yoki pul yo'qotadimi? Davay. Mayli bo'lmasa men shu qalampirni hozir yeb ko'raman. Oy, qovunni yeyishing kerak. Uy, qizarib ketdi. Hop. Achchiq emas deyman. Ayo, Блядь. Buncha, stop buncha. O'rtada ham qolib ketdi. Eng qiziq hozir uni tufurga buni hisob kirmaydi. Demak, Da. o'sha bir taslim bo'ldi. 5. Hozirgacha hisoblaganda, men hozircha bo'lishamizga hammasidan yeb ko'raman. Maqsad birinchi raund yeyolmadi. Bu 6-raundda. Demak, hozir bu ham $100 yo'qotgan bo'lsa, bu ham $100 yo'qotgan bo'lsa, men puristman hozir. Qani ko'ramiz, o'rtada yana ikkitagina raund qoldi. Bu raundni yutib ketamanmi, yo'qmi? Buni ko'ramiz. Bu esa qalampir mashina ishlagan holda ketib qoldi. Qani hozir kesin gaplashamiz. Men buni yeb beraman demayman chunki men shuni olib qo'ying. Umidjondan $100 ketdi. Menga mana shu. Даже bundan battar smaylik bo'lsa o'shani ham beraman. No shu bilan ko'rib turganinglar 6-raund ham tugadi. Va endi bo'lmasa navbat yana keyingi raundga. 7-raund. Endi navbat oxirdan bittagina oldingi raundga. Ya'ni o'sha narsalar kamayib boryapti. Va qolgan narsalar ham shovringlar, oddiy narsalar emas. Shuning uchun endi cho'zmasdan tezroq harflarni tanlaymiz. Birinchi bo'lib Umid va menga Maqsud, bittasini Ko'rib olyapti, brat, ko'rib olyapti. o'zim beraman shu qilganim uchun. Mana senga va mana bunisi menga. Maqsud birinchi ochadi va Maqsudga tushgan harf ne. Nega ot qiyin narsa yo'q. Nega ot yagona qiyin narsa nos bo'lishi mumkin. Menga esa yumshoq X tushibdi. Yo'q, yumshoq Xga o'tma bo'lishi mumkin. Xamir. Umidga tushibdi. Menga esa O emas, P tushibdi. Bu endi O ni yonidagi harf adashmas. Короче, Umidga P tushibdi. Menga P emas. Просто Umid yomon bo'ladi. Kommentariyada yozib qoldirishlik kerak menimcha, aynan Umid bu gapidan keyin. Ko'rishni urib bo'ldi. Hamaydi, bo'lmasa endi bu narsalarni yeb olamiz. Va endi bo'lmasa navbat 7-raunddagi bizga tushgan harflardagi ovqatlarni yeyishga. Maqsadga N harfi tushgandi va bunga nima yeysan? Nok. Menga esa yumshoq X, ya'ni holva. Eng qizig'i bu holva aniq yumshoq Xmi? Chunki birinchidan men holva yemayman. Eng qizig'i semichka. Buni nonsiz yesa ko'ngil aynib ketadi. No hamaylar, senga nima tushdi? Menga esa P shuncha qiynoqlardan keyin oxiri mazza qilib Snickers yo'q, popcorn yeyman. Xuddi shu paytda to'g'ri kommentariy kirib, Umid omadsiz kommentga yozinglar. Chunki hazil ham omadsiz ketyapti. Zato hozir omadim keldi, popcorn yeyman. Bo'lmasa davayt popcorn yeb boshla. Prosta yemayman deb sizlarga turk ko'rsatib beraman, qaranglar. Har kim ham buni qila olmaydi lekin. Ko'ryapsizlarmi, hozir mazza qilib yeyapman. Kim shunaqa mazza qilib popcorn yesa, like bosinglar. Menga holva tushgan, men qarang holvayman. No ko'rtirganidek Umid, o'zining ovqatiga bahosini berdi va endi bo'lmasa Maqsud yeyish navbati. Va menga nok tushganda N harfiga. Shuning uchun men hozir mazza qilib sochni yeyman, Popcorndan ko'ra yaxshiroq, noka? Da, suvligini sizdagi og'zingiz qurib ketadi. Bu zo'r. Xullas mana men yeb oldim va men bunga cho'tki degan beraman. O'rtada buni ko'ring. Buni yeb bo'ladimi buni? Eng qiziq men buni non bilan tasharayman. Hamma o'rtada bo'lmasa yumshoq Xga holva va men yeyman. Ko'nglim piyni, ko'nglim ko'tara olmaydi. Zarar emasmi bu ko'p yeyish? Ko'p yesa zarar, qo'yinda ayni to'ra. Kamida 4dan bir qismini yeyishim kerak-da hozir tushdim. Yomonsiz pul berishingiz kerak. $100 uchun o'rtalar. Oxirida qolgan yutqizormayman-ku. Brat, yeolmaysiz buni, yaxshisi $100 men bu qo'yishingiz kerak hozir. Bu maslahatim takoy. Muhammed o'rtalarim, men hozir polimatiyani yedim. Mana suv olib, oxirida suv bilan itarib olishga mashina olishni qo'raman. Ket, yarimtasan. Oy. Menimcha omon ekan pulni bergisi kelmayapti, shuning uchun harakat qilyapti. Xolos o'rtala yutdim va mashinasi qoldi hozir. Buni ham yesam, ya'ni hozir $50 yedim, ya'ni $50 degan o'rtala. Oy. Bu? Qani endi bal beringchi? O'rtala bir amallab yedim. Buni ham sog'liqqa zarar bor, qani qo'yman aytadim yo'qmi, lekin yedim. Albatta like bosib qo'l o'qota tashlab, yaqinda 2 million bo'lishim kerak. O'shani obuna bo'linglar. Hozir sal mazam yo'q, shuning uchun ham shunaqa sal soddar video chiqardi. Lekin shu holda maksimal sizlarga emotsiya berishga harakat qilamiz. Va demak, bu raundda hamma o'zini pullarini tejab qoldi va muzani navbat finalli keyingi raundga.
8-raund. Va endi bo'lsa navbat oxirgi raundga. Va bizda yaqin olgan atiga 3 tagina qog'oz va 3 tagina harf qolgan. Va bolani aytishi bo'yicha bu qolgan narsalarning ichida juda ham yeyishi qiyin narsa bor ekan. Qani ko'ramiz bu kimga tushadi. Shuning uchun ham men oxirda menga qanaqadir omadsizlik narsalar qolib ketmasligi uchun boshdan tanlab olaman har doimgidek. Va men mana shu o'rtadagi qog'ozni oldim. Men mana shu burchakdagini olaman, chunki yaxshi narsa. Men esa oxirgisini olyapman, chunki men omadliman. Birinchi o'rda ayting, Maqsud ochsin, qana harf tushganini ko'raylik. Va menga H harfi tushdi. Oy. O'ylashimcha qalampir. Umidgachi? D. Oy. Menga esa Y harfi tushdi. Qani ko'ramiz bu oxirgi raundda bizga qanaqa yeyishga narsa tushganini. Va xushvaqt o'rtoqlar, hozir narsalarni ishga ketishimizdan oldin sizlarga bitta savol. Oriylardan juda ko'pchiliginglar maktabda yoki institutda o'qiysizlar. Va aynan sizlarga muhim savol. Biza qaysi harflarni tashlab ketdik? Kim kommentariyaga kirib, aynan qaysi harflarni biza tashlab ketganimizni to'g'ri bitta ham qoldirmasdan yoza olsa, shu narsaga e'tiborli bo'lgan insonning kommentariyasiga shaxsan o'zim like bosaman. Shuning uchun hozir tushib kommentar qoldiringlar. Biz esa oxirgi raundga narsalarni ishga ketdik. Va endi bo'lsa navbat o'rtoqlar, finalli 8-raundga. Va hozirgacha Maqsudda $8 turibdi, Umidda ham $8. Ammo esa haligacha taslim bo'lmasam $9 ushlab turibman. Va qani ko'ramiz. Bu 8-raunddan keyin kim bu challenge yutar ekan? Boshlanishiga Maqsud o'ziga tushgan narsa yeyish kerak bo'ladi va Maqsudga tushgan narsa bu. Menga H harfi tushibdi, bunga xrustiyashkali hot dog. Oy. Menga esa o'rtoqlar Y harfi tushganda va bunga esa yogurt. Chotda men omadliman. Albatta kommentariyaga Omonxon omadli yoz qoldiringlar. Umidgachi? Menga esa takoy tropический meva dragon fruit. Buni men lekin rostini desam yeb ko'rmaganman, tak что bu birinchi marta bo'ladi hozir. Endi men bu mevani birinchi marta Vyetnamda sayohatimda yeganman. U paytlarda bosh edi. Dragon fruit haqiqiy dragonlar tashlab ketardi. Va birinchi o'rin Maqsudjon o'ziga tushgan hot dog yeb oladi. Uje yeyish boshlaverdi uje. Qanday ekan? Yaxshimi ekan? Qarab ko'ring-chi. Men bu xrustiyashkasi lekin juda sho'r ekan. O'rtoqlar, to'g'ri bu 8-raund. Ya'ni bu degani biz 8 xil narsani uje yeb oldik. Mana shunday bo'lib ketdi o'rtoqlar shu odam. To'g'risini aytsam, menimcha buni yeolmasam kerak. Nimaga? Chunki juda ham chaynash qiyin, ham 8-raundgacha shuncha narsa yeb keldim o'zi. Qornim ham qanaqadir boshqacha bo'lib mazam bo'lmayapti-da. Menimcha qornim to'yib ketganligi uchun shuning uchun men shuni beraman. Buni oqtirib qolmaysan, pulni berishing kerak. Mana yuzini qara. Men to'g'ri aytsam, bu raundda ham yedi deb o'yladim. O'rtoqlar $100 uchun yana bizlar bankka qo'shiladi. Maqsud 8-raundda ham o'zi tushgansa yonmadi. Va hamma endi bo'lsa Umid. Va endi Umid o'ziga D harfi tushgan dragon fruit deydi. O'sha 2 ga bo'ldi va ichida To'y qizlagan. Ta'mi qarang. Lavlagini ta'mi qilyapti. Buni yarmini yeyish kerakmi? Ay, 3 ta qism kam yeyish kerak. Men o'zi qolgan nima yedim? Bitta shab bo'ldi desam bo'lardi-ku. Hozir sraz baho beraman deb $100 chiqarib beraman buni. Yeolmayman. O'rtoqlar, o'zingizlar aytinglar. Bu chiqoqlik. O'tikalasam o'tib yetamasligini bilgandan keyin men bitta hozirgacha taslim bo'lardi. Yo'q, bu ta'mini qarang, xuddi bir lavlagi yeyapgandek bo'lyapman. Bering $100 ha. Men bo'lsa ham yutib, ham bularni qiynashga qolgandim. Mana $100. Mana o'rtoqlar ko'rib turishingiz mumkin. Ya'ni $100 men bilan va endi o'zim o'rtoqlar bu oxirgi raundda men o'zim tushgan narsani olishim kerak. Men esa o'zim tushgan yogurtni ochib icha olaman. No o'rtoqlar, bu o'sha final. Mana ket. Va do'stlar, shu bilan bizana 8-raundimiz ham tugadi va biz o'zimiz bilgan ham harflashdik. Qolib ketgan harflarni esa sizlar kommentariyada yozib qoldirasizlar va bu aytganimdek men like bosib qo'yaman. Va hammalar endi qolgan pulni hisoblaymiz. Menda rovna $700 qoldi. Va menda ham $700 qolibdi. 1 2 3 4 5 9 o'rtoqlar, menda rovna $900. Dash qatlanmam ketdi. Lekin 700 men 900 deb men yutdim, shuning uchun ham berasizlar sekin. Oppa. Chunki nimaga yutgan ishlash ham pul olib ketadi deganda. Men shu bilan bu pulni menga o'rtoqlar. Va bundan tashqari men obunachimni sovg'alayam aytganman, ya'ni 6 ta sovg'a buni yutib olishinglar mumkin. Shuning uchun albatta obuna bo'linglar, like bosinglar va Telegram kanalimga o'tib aktiv bo'lib tashinglar. Va shu bilan demak bu YouTube video o'z yakuniga yetdi. Umid va Maqsud omadsizni kommentarga yozinglar va tez solgandan keyin yana masshtabli va qiziqarli videoga qaytamiz. Va o'sha videoda ko'rishguncha ciao. Agarda videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, kommentariyaga 5 sonini qoldiring. Qani ko'ramiz kimlar videoni oxirigacha ko'rar ekan. Aytgancha, mana bu videoni YouTube sizlarga tavsiya qilyapti. O'tib ko'ringlar.